sizga afzal qilib beradigan bu uyni dunyoni hech qayerdan topa olmaysiz deb xotirjamlik bilan ayta olaman. Bu dunyoda faqatgina bitta va bu Makka shahrida Haram hududida joylashgan 3 xonali townhouse. Bizning 3 xonali kottejimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Makka shahrida joylashgan. Kirishingizda sizni mana bunaqa sanuzel kutib oladi. Bu mehmonlar uchun joylashtirilgan sanuzel. Bu yoqda kalitlaringizni bemalol tashlab ketsangiz bo'ladi va bu yoqda bizda уже гостевая zona boshlanadi. Mana bitta bemalol stolda ovqatlansangiz, bu yoqda mehmonlaringiz bilan choy ichib o'tirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bizda kuxnya keladi. Kuxnya ham xuddi shu ko'rib turgan holatingizda topshiriladi. Va umumiy bu bizning birinchi qavatimiz. Bu yoqni как servis bilan qilib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Xo'p, do'stlar, eslatib o'taman, bu uyimiz Makka shahrida joylashgan, Haram hududida. Tasavvur qiling, har bitta ibodatingizga 100 ming savob olasiz. Buni dunyoda hech qayerdan topa olmaysiz. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu yoqda bizda yosh bolachangiz, chaqaloqlar uchun bitta xonangiz bor. Xo'p, bu yoqda отдельный shkaflar bo'ladi. Bu yoqda yosh farzandlaringiz bo'lsa, ular uchun bemalol xona qilib bersangiz bo'ladi. Xo'p, dash yuramiz. O'ng qo'limizda уже bizda master bedroom, ota-onalar xonasi deyiladi. Ular o'zining xonasi bilan sanuzel bilan keladi. Kirganingizda xona va o'zining sanuzeli. Mana bu sanuzel bor. Va bu bizning ikkinchi qavatimiz. Bunda даже 3-qavat ham mavjud. 3-qavatga chiqamiz. Hop, 3-qavatda bizda bu yerda prachечный bor, ya'ni bemalol stiralniy mashinani bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda agar ishchingiz bo'ladigan bo'lsa, ishchingizni bemalol shu xonaga ham joylasangiz bo'ladi. O'zining sanuzeli bilan keladi. Bu uyimizda 3+made deydi, ya'ni 3+1 xonaga ega. Va o'zining terrasasi ham mavjud. Terrasasi bu yoqda. Xo'p, mana bunaqa terrasasi ham bo'ladi. Bizdan oldin yashab o'tgan ummatlarda bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Bizdan keyin yashab o'tadigan ummatda bunaqa imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Lekin bugun sizda va menda Makka va Madina shaharlaridan pasport evaziga butun umrga ko'chmas mulk sotib olish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun biza bilan bog'laning, sizga to'liqroq ma'lumot berib, bu uyni sotib olishingizda sizga yordam